Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi, tarjimon Ibrohim G'ofurovning hayoti va ijodi bilan tanishtiramiz. Ibrohim G'ofurov 1937-yil 27-dekabrda Toshkentda hunarmand oilasida tug'ildi. U o'rta maktabni tugatgach 1956-1961 Sagunning filologiya fakultetida o'qidi. 1961-1982 yillarda Davlat badiiy adabiyot nashriyotida kichik muharrir, tahririyot mudiri, bosh muharrir o'rinbosari lavozimlarida ishladi. U Go'zallikning olmos qirralari 1964, Unutilmagan bog' 1965, Joziba 1970, Yonar so'z 1973, Yam-yashil daraxt 1976, Yurak alanga 1980, Til erkinligi 1998 singari badiiy, tanqidiy, badiiy kitoblari muallifi. U Darvoza, Humoqush, Qaldirg'och singari she'riy nasrlar yoxud mansuralar bilan e'tibor qozondi. Ibrohim G'ofurov 1995-yil Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Aziz kitobxonlar, Ibrohim G'ofurovning kitoblari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.